Assalomu alaykum hammaga. Sherxon Nusuzllayev YouTube kanali kuzatuvchilari, yangi videoga xush kelibsizlar. 2026-yil birinchi videomiz xudo xolasa va ushbu videoda yangiliklar bilan sizlarni xabardor qilib boraman. Ikkita yangiligimiz bor. Yangi modellar bo'yicha biri Traverse'ning yangilangan versiyasi va ikkinchisi xalqbob arzonroq sifatga kiruvchi, Traverse qimmatroq-ku, arzonroq o'zimizbob xalqbob avtomobil yangi Damas bo'yicha bo'ladi. Og'zaki tushuntiraman sizlarga baribir, chunki ular avtomobillar savdoga kelgani yo'q, ko'rgazmaga hozircha kelgani yo'q. Og'zaki va kompyuterdan o'sha sizlarga ko'rsatib, nimasi bor, nimasi yo'qligini tushuntirib o'taman. Qani bo'lsam ketdik. Men doimgiday Navoiy avtotexnika xizmat avtosalonidaman. Mijozlar ko'p. Men hozir resepsiyonga o'tira olib, bemalol sizlar bilan suhbatlashib va kerakli ma'lumotlarni aytib o'taman. Birinchi sizlar bilan Traverse haqida gaplashamiz. Qimmatroq avtomobilni ko'rib chiqamiz. Yangi Traverse Z71 modeli bilan kirib keldi. Eskisi Premier bo'lardi, kim e'tibor bergan bo'lsa, Z71 Taho'da ham bor. Aynan bu Z modellari yo'l tanlamaslikka moslashtirilgan bo'ladi. Mana ko'rishingiz mumkin. Avtomobil diskalari hajmi kichraygan, oblisovkalar, yana 4 kishilar qo'yilgan, ballon diska kichrayganda ballon podyon bilan balandlashgan. Qisqasi, yo'l tanlanmaslikka moslashtirilgan versiyasi bizga kirib keldi. Buni RST versiyasi ham bor. Butun dunyoda sotuvda, O'zbekistonda emas, butun dunyoda sotuvda bor. U shahar uchun moslashtirilgan. Endi shahar uchun bizga undan ko'ra mana bu ko'proq yoqyapti meni shaxsan o'zimga. O'zgarishlar eski Traverse'dan to'g'risini aytaman, faqat nomi qolgan. Umuman boshqacha bo'lgan. Bir yerda yozadiganlar borki, YouTube'da unaqalar yo'q, xudoga shukr. Yosh bolachalar bo'ladi. Instagramda narx farqida nimalar deyishadi. Eski Traverse bilan mana buni umuman o'xshashlik joyi yo'q, qaranglar. Hech qayerga o'xshamaydi. Hech qayerga. Buni o'xshaydigan sherigi yangi Tahoe, ya'ni High Country Tahoe'ga juda o'xshaydi. Yana bir sinf bo'lgandan keyin, aka-uka bo'lgandan keyin o'xshaydi. Qaranglar, buni qaranglar. Mana buni qaranglar. Buni boshqa rakursdan qo'yib mana. Qaranglar qanchalik bir-biriga o'xshaydi. Faralari, oblisovkalari, past taraf yubkalari ham qisman o'xshab ketgan. Qisqasi, ko'rinish butunlay o'zgargan, ham tashqaridan, ham ichkaridan. Ichkari ham umuman boshqacha. Eskisi xuddi Malibularga, Equinox'ga o'xshardi. Buniki xuddi Tahoe'niki. O'zi Chevrolet avtomobillari ichki interyer qismini mana shunday dizaynga o'tkazyapti. Ikkitali monitor, klimat kontrollarni pastda qoldirib, mana shunaqa dizaynga sekin o'tishyapti. Xo'p, bu yerda klientlar ko'rinib qolyapti. Klimat kontrolli ham bu yoqda ham bor, pastda ham knopkalari bo'ladi, xuddi Tahoe'nikidek. Qo'shimcha ma'lumotlar bu yerda yozilgan. Endi funksionalligi deyarli bir xil. Mana yo'l tanlamaslik qaranglar, qumlardan, suvlardan yuribdi. Rasmlarga ham ahamiyat bersanglar, faqat to'qlarda shunaqa. Funksional jihatdan eskisi ham zo'r edi. Endi yangisi undan kam emas. O'sha 360 kamera, bir nimalari hamma narsasi bor. Lekin asosiy jihatlardan motori o'zgargan. Motori eskisida V-obrazli 6 silindrli V6 motor bo'lardi. 3.6 hajmli. Endi kimdir ma'lumotga egadir, kimdir ma'lumotga ega emasdir, Camaro motori bo'lardi. Bunda ham keyin eski sotilgan Trailblazer'da ham. Bunda endi umuman boshqacha, ekonomik motor, lekin ot kuchi ko'p. Motor ob'yomini 2,5 qilishgan va turbina qo'yishgan. Shuning evaziga ot kuchi ko'p, razgon adashmasam 0,1 sekundlar atrofida tezroq bo'ladi. U unaqa sezilmaydi real hayotda haydaganda. Hajmlar jihatidan ham biroz kattaroq. Bu yerda funksionalligini chevrolet.uz dan kirib ko'rsanglar bo'ladi. Mana bu qog'ozchani men o'zimni Telegram kanalimga tashlab qo'yaman. Pastda ssilkasini qoldiraman, kirib ko'rsanglar bo'ladi. Bu Traverse bo'yicha shu ma'lumotlar. Ikkinchi yangiligimiz bu yangi Damas esa ham bo'ladi. Aniqroq aytganda Chevrolet Damas Max, Chevrolet Damas Move deb nomlashilgan. Mana ko'rib turibsizlar, UzAuto Motors'ning rasmiy Telegram sahifasida ushbu e'lon joylandi. Qisqaroq qilib bo'lsa ham o'qib beraman. UzAuto Motors yangi Chevrolet Damas Max va Chevrolet Damas Move modellariga bozorga chiqarayotganini ma'lum qiladi. UzAuto Motors ikkita yangi tijorat avtomobillari Chevrolet Damas Max yuk tashish uchun mo'ljallangan, ya'ni bu van bo'lsa kerak, va Chevrolet Damas Move, ya'ni Move'si o'sha passajirnisi bo'ladi.
mobil yo'lovchi tashish uchun mo'ljallangan modellarni bozorga chiqarayotganligini ma'lum qiladi. Qisqasi, shu e'lon qilindi, lekin hozircha sanalari yo'q, lekin kerakli ma'lumotdan mana bu yerda saytida narxi bor. Mana ko'ra olishinglar mumkin. Yaqinroq ham qo'yaman. Xo'p, o'zim ko'rinishim shart emas-ku. 134 milliondan 154 milliongacha bor. Bu eng bir arzoni van, passajirning eng arzoni 139 milliondan boshlanadi. 1.2 motorligi bor. 1.2 motorligida 2 xili bor, 1.5 motorligida 2 xili bor. Level 0, level 1 turibdi. Bu nimaligini endi hozircha bilmayman. Komplektatsiyasi ham hali chiqqani yo'q. Endi Traversni ko'rsatganday qilib hali chiqqani yo'q, adashmasam. O'shanaga bilaman, menimcha 1.2 motorligida prostoyi yaxshisi bo'ladi, 1.5 motorligida prostoyi yaxshisi bo'ladi. 1.5 motorligi skorsi 6 talik ekan, shunisi to'g'ri. Bu degani ekonomikroq bo'ladi 1.5 ligi. Endi 1.2 ligi ham ob'yom hajmi kichkina bo'lgandan keyin u ham ekonomikroq bo'lsa kerak. Qo'shimcha ma'lumotlar yozilgan. 1.5 ligi adashmasam sakadiskali bo'ladi, lekin hammasi mexanik korobkada. Konditsioner qaysida bo'ladi, qaysida bo'lmaydi, hozircha aytaman, u bo'yicha ma'lumotlar yo'q, afsuski. Bilgan ma'lumotimdan shu konditsioner bo'ladi, sakadiskalik pozitsiyasi bo'ladi va orqa o'rindiqlari kapitanskiy bo'ladi. Endi 1.2 ligidagini ko'rganim yo'q, 1.5 lig adashmasam, men bu joyda videolarni ko'rdim. Sakadiskalik, orqa o'rindiq kapitanskiy, ya'ni o'rtadagi eshik ochsalardan orqaga 2 kishi отдельно o'tiradi, xuddi Tahoe, Traverslar kabi kapitanskiy o'rindiqlar bilan jihozlangan bo'ladi. Endi 1.2 lik balkim podrяд sizina bo'lar. Uni hozircha ma'lumoti yo'q menda. Darslarga ham hech qanaqa qatnashganim yo'q edim. Shu sababli uncha ma'lumotga ega emasman. Motori injektor bo'ladi, ya'ni 4-pokoleniya bemalol metan propan bosaverasizlar. Karburator emas. Avtomobilni har xil videolari bor. Bu norasmiy saytda, YouTube'da noma'lum insonlar tomonidan yuklangan. Bu o'sha Braziliyada, Amerikada ishlab chiqarilgan varianti, van versiyasi. Bizanikidan sidinalari menimcha oq bo'lmasa kerak, qaymoq rang bo'lsa kerak. Yana bilmadim, endi bu yo'g'ini vaqt ko'rsatadi. Menimcha tez orada sotuv boshlansa kerak. Narxlari asosiysi e'lon qilindi. Mana bunisi videoda ko'rib turibsizlar. Bu passajirniy varianti, farallari galogen, mana sakadiska, asosiysi ruli buni Damas'dagi pastga qaragan bo'lmaydi, qisman shuni yotibroq turgan bo'ladi. Bu uzoq yo'lda haydovchi charchamasligini ta'minlab beradi. Bu zo'r. Qisqasi aytmoqchi bo'lgan ma'lumotlarim shulardan iborat. Cobalt-larga avtosalonda shartnoma berish davom etyapti. Trekkerlarga rassrochkalar yangi yildan keyin ham davom etyapti. Onyxlarga ham rassrochkalar davom etyapti. Bularning hammasini tartibini tushuntirib, to'liq videolar ham qo'yganman. Xohlagan avtomobillaringizdan kelib, Navoiy avtotexnik xizmat avtosalonidan xarid qilib ketsanglar bo'ladi. Video manfaatli bo'lgan bo'lsa, sizlarga foydali ma'lumotlar berib bilgan bo'lsam, men bundan juda ham xursandman. Like bosib qo'yinglar, obuna bo'lganlar obuna bo'lib qo'yinglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha, qaysi mavzuda video qilay, kommentariyada yozib ketinglar. Sababi aynan shu mavzu jihatidan juda qiynalib qolyapman. Ideyalar, g'alati ideyalar kelyapti. Endi hammasini ham yoritib bo'lib bo'lmaydi. Sizlarda qanaqadir ideyalar bo'lsa, fikringizni kommentariyada yozib qoldiringlar.